Bu pasientimizda dog' muammosi. Hozirgi 99% ayollarda dog' tushish, teri qorayib ketish, noto'g'ri kosmetikalardan dog' tushirib qo'yish, noto'g'ri uxlatlarimizdan, noto'g'ri parvarish, xullas hamma narsadan dog' tushishi mumkin. Dog' sog'lom terigayam, sog'lom odamgayam dog' tushadi. 100%. Agar sizni teringizga dog' tushgan bo'lsa, demak 1 yillik dog'i ketkazsak bo'ladi. Yaxshilab harakat qilsak, siz ham, men ham. Lekin 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik dog'larni ketkazish juda ham qiyin. Noto'g'ri muolajalardan ham yuzga dog' tushib qolishi mumkin. Hozir ikkinchi muolajani amalga oshirib olamiz. Dog'lariga, xudo xolisa, ikkinchi protseduradan keyin ancha yuzlarimiz oqarib, tiniqlashadi. Va bilasizmi, ko'pchilik qizlarimiz yozishadi-da, lazer qildirmoqchiman, yuzimda dog'im bor deb. Yoz faslida qanaqa qilib lazer qilamiz? Umuman mumkin emas. Kuz faslida qilishingiz mumkin. Dog'i bor qizlarimiz e'tiborli bo'lamiz yuzimizga. Dog' tushdimi, tezroq oldini olib, tezroq ketkazishni o'ylaylar. Agar yuraversanglar, bu dog' yana ham qorayadi, yana ham to'qlashib, sizlarni battar yuzinglarni bo'g'ishga olib keladi. Agar sizni ham yuzingizga dog'lar tushayotgan bo'lsa, tug'ruqdan qolgan dog'lar, quyoshdan tushgan dog'lar, ugridan qolgan dog'lar agar sizni qiynayotgan bo'lsa, albatta kelib ko'rining va biz buni yechimini beramiz.